aka, bugun bizda Euro 6. Orqaga birinchi qilingan ishimiz orqaga LED chiroq qo'ygan. LED chiroq qo'ygandan keyin zadniy modul, zadniy interfeys ochib beryapti. Что обратный связь lampochkadan kelmaganini hisobiga FH 2017 modul elektronika ichidan tanlaymiz. RQM kerak, zadniy modul. Muammo orqaga diodli fara qo'ygandan keyin leviy zadniy ukazatel поворот, zadniy mana ochibga chiqib qolgan. Jaltest yordamida. Параметр. Изменение параметра, задний фонарь. Являемся, подтверждаем. Нажимаем ОК. Sokolli lampa turibdi, ledga o'zgartiramiz. Ochib oldin bo'lgan. Ochib yo'qoldi. Chiqdan ko'ramiz, ochib yo'qoldi.